Bu yil agar olxo'ri, o'ri, shaftoli, bodom ko'chatini ekkan bo'lsangiz va daraxtlarni shunaqa holatda o'sib turgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Juda ham foydali bo'ladi. Like bosib qo'ying. Hozir sizga kesishni o'rgataman. Mana bu ko'chatimizni biz ekkandan keyin yerdan 50 sm qoldirib kesganmiz. Ana endi e'tibor berasiz. Tepadan 1, 2, 3, 4 ta va mayda yana 2 ta novdamiz o'sgan va pastdan ham 2 ta chiqib kelgan. Biz pastdagilarni agar boshida olmagan bo'lsa yoki kelib turib endi ko'rsak, tozalab tashlaymiz va yuqori qismida mana ko'rib turibsiz, bu mukammal daraxt ko'chati hisoblanadi. 2 ta bu yoqda, 2 ta bu yoqda turibdi. Endi birinchi yuqori nuqtadan o'sgan novdasini topib olasizlar va shuni 20 sm kesasizlar yoki 15 sm. Bu yerda yana bir ikkita nyuansi bor, hozir tushuntiraman. Va qolganini birinchi kesgan novdangiz bilan tenglab kesasiz. Bu bir xillik bo'lishi uchun kerak bo'ladi sizga. Biz nima xohlaymiz o'zi? Mana 50 kesgan bo'lsangiz, yuqoridagi 20 sm dan novda chiqishini xohlaymiz. Mana bu yoqdan chiqib kelsa, bizga unchalik ham ma'qul emas. Bu yoqdan yoki. Endi shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. Hozir yurimizda mana 90 gektarlik Stenli bog'i Bekobodda pastki nuqtadan ham chiqib kelib turib, bo'shlig'i to'ldirgan holatlar ham bor. Mana shu vaziyatda kesuvchi juda ham aqlli bo'lish kerak va to'g'ri qaror qabul qilish kerak. Endi mana bu daraxtga o'taylik. Mana e'tibor bering. Bu daraxtimizni yaxshi shoxlagan, yomon emas, lekin novdalari hali pishmagan, yog'ochlashmagan. Bundan oldin kesgan ko'chatimizda mana bu yerda yog'ochlashuv bor. Kesayotganingizda qaychi yog'ochga urilishi kerak. Maysaga emas, o'tga emasda. Mana bu hali yumshoq. Buni tegmay tashlab ketamiz. Mana bu daraxt ko'chatimiz ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Men aytgan vaziyat mana qarang. Pastdan chiqib kelyapti. Men buni olaman. Va yuqorida 3 ta novda, bu ham mukammal vaziyat hisoblanadi. Endi shuni 20 sm qoldirib kesamiz. Qolgan hech narsaga tegmaymiz. Endi mana bularni olish mumkin ekan. Mana. Buni ham olamiz. Mana bo'ldi. Butacha hosil bo'lishi kerak. Yaxshilab o'stiramiz, karbamid beramiz. Bir hafta 10 kunda 10 kilodan gektariga suv beramiz. Nami umuman mavsum oxirigacha qochmasligi kerak. Tomchilab sug'orish tizimi o'rnatilgan. Shu agrosanoatni rivojlantirish agentligini o'zini demak texnik shartlari asosida tashkil qilingan va o'zini nazoratida tashkil qilingan bog'da turibmiz. 5 ga 3 metr sxemada ekilgan. Mirabalan 29 ki payvand tegida. Agar yetmagan bo'lsam, like bosib qo'yinglar, agar foydali bo'lgan bo'lsa va tanishlarga tarqatib qo'yinglar, chunki mana shu kesish juda ham muhim kesish hisoblanadi.